Kartoshkachilikda mo'l va sifatli hosil olishning eng muhim omillaridan biri bu sifatli urug' masalasidir. Mamlakatimizda shu paytga qadar ekilayotgan urug'larning asosiy qismi import hisobiga to'g'ri keladi. Bu esa nafaqat yuqori xarajat, balki har doim ham urug'ning sifati va naviga kafolat bermaydi. Natijada ayrim hollarda hosildorlik pasayib ketadi. Shu bois bugungi kunning talabi mahalliy sharoitda sog'lom, yuqori reproduksiyali kartoshka urug'i yetishtirish masalasidir. Ayni paytda davlatimiz rahbarining tegishli qarorlari asosida O'zagrostar Holding muassisligida Bulung'ur Agrostar hamda Turon Bank hamkorligida dehqonlarni yuqori sifatli urug'lik bilan ta'minlash masalasida tizimli loyihalar yo'lga qo'yilgan. Bu borada joriy yilning 3-5 fevral kunlari O'zbekiston delegatsiyasining Misrga xizmat safari davomida agrar sohaning turli yo'nalishida hamkorlik qilishga oid qator manfaatli kelishuvlarga erishildi. Xususan Misr kompaniyasi bilan 250 ming dona Hermes navli kartoshka mini tuganaklarini mamlakatimizga yetkazib berish va birgalikda yuqori sifatli kasalliklardan xoli urug'lik yetishtirish bo'yicha shartnoma imzolangan edi. Hozirda ana shu mini tuganaklar mamlakatimizga keltirilgan. 250 to'ganaklar Bulung'ur tumanining shu tog'li hududi ekildi. Virusdan xoli bo'lgan kartoshka urug'liklari baribir o'zini samarali natijasini berishini guvohi bo'lib turibmiz. Misr texnologiyasi bilan yetishtirilayotgan bu kartoshka urug'chilik loyihamizda G0 bosqichidan G3 bosqichigacha bo'lgan davrni amalga oshiramiz. Yig'ib olinadigan G1 urug'larimizni muayyan muddat saqlab, 2020 erta bahorda 15 gektar maydonlarga ekib, G2 hosilini olib, keyingi bosqichlari albatta kartoshka yetishtiruvchi fermerlar, xo'jaliklar bilan birgalikda amalga oshirilib, butun kartoshkachilikka asoslangan xo'jaliklarni sifatli urug'lar bilan ta'minlash mazkur loyihaning bosh maqsadi hisoblanadi. Kelishuvga ko'ra sifatli urug'lik kartoshka yetishtirishda ko'maklashish uchun xorijiy kompaniya mutaxassislari ham jalb etilgan. Zamonaviy texnologiyalar va eng ilg'or xorijiy tajribalarni joriy etgan holda loyihaning dastlabki bosqichi muvaffaqiyatli yakunlandi. Mini tuganaklardan ilk hosil olindi. Biz G0 dan boshlagandik. Bu G1 avlodiga mansub urug'larimiz natija kutganimizdan ham yaxshi. Sifatli urug'lar oldik, kasallik yo'q, virus yo'q. Ekilgan mini tuganaklar O'zbekistonning iqlim va tuproq sharoitiga yaxshi moslashdi. Albatta biz barcha jarayonlarga ilmiy asosda yondashdik. Bularning hammasi O'zbekiston uchun yangi navlardir. Kelgusida yuqori hosildorlikka erishishimizga ishonamiz va bu navlarni mamlakatdagi barcha kartoshkachilik bilan shug'ullanuvchilarga tarqatishni rejalashtirganmiz. Kartoshka urug'lari o'zimizda yetishtirilgan bois bir qator afzalliklarga ega. Ular tuproq va iqlim sharoitimizga yaxshi moslashgan, narxi arzon, sifati esa yuqori va kafolatlangan. Nega aynan G0 mini tuganaklarni yetishtiryapmiz? Chunki bu bizga xarajatlarni tejash, sifatli urug'likni shu yerning o'zida ishlab chiqarish va importga qaramlikni kamaytirishga imkon beradi. Menimcha bu loyiha O'zbekiston uchun juda foydali. Biz barcha imkoniyatlarni ishga solib, uni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yish va O'zbekistonni ham yetakchi kartoshka urug'lik ishlab chiqaruvchi davlatga aylantirishga intilyapmiz. Umuman olganda amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar nafaqat importga qaramlikni kamaytiradi, balki kartoshkachilikda arzon va sifatli urug' barqarorligini ta'minlaydi. Bu orqali esa dehqonlarni ko'proq daromadli qilib, ichki bozor talabini qondirishga zamin bo'ladi.